Assalomu alaykum bog'bon do'stlar. Hop, Namangan viloyati Chortoq tumanidan ko'chatlarimizni Andijon viloyati, Farg'ona viloyatiga ko'chatlarni ko'chirib tayyorladik. Mijozlarimizni ham ko'rsatib qo'ying. Mana kelishyapti, bamisoli oshxonada issiq yangi ovqatni oldilarda ko'chirib tayyorlab beryaptik. Egasi o'zi ko'chirib, ishda yordamlashdi. Mana ko'chatlarni kesib, ekishga tayyor qilib beryaptik va ko'p olishganlarning hisobiga bonuslarni ham qilib berdik. Mana kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hozir ko'chatlarni sanab olishdi, mana upakovka qilib, mashinalarga ortilish jarayoni. Har bir xaridorga bonusi bo'ladi, qo'shimcha ko'chatlar. Albatta. Haligi narxidan o'tib bermaymiz, lekin Xudo xolasa aytishadi-yu, bu yerga kelganlar norizo bo'lib ketmaydi. Daji o'zi mo'ljallagandan ham arzon va mahsulotni ko'proq olib ketishadi. Yana bitta narsa. Ko'pchilik aytishadi, dastavka deyishadi. Dastavka qilib berish narsa emas. Lekin mana bu yerda ishonchli joyidan sug'urtirib olib ketgani yaxshi. Ko'chatlarimizni litsenziya, pasportlari bor, sertifikatlari bor. Bemalol murojaat qilaversalar, katta maydonga bog' qilmoqchi bo'lganlar sertifikatim bilan tayyorlab beraman. Qo'shimcha bodom olsangiz, masalan, shaftoli, o'rik, sleva qilib qo'shib beriladi. Uyingizga ekib qo'yasiz. Ko'chatlar sug'urib qo'yilmagan, hammasi joyida. Cheklangan miqdorda qoldi. Kimga kerak bo'lsa, nomer qoldiramiz, telefon qilaverasizlar.